Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Taniqli xonanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev haqida hozirgina noxush xabarlar e'lon qilindi. Xalq xonandaning haqqiga duoda bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, xonanda Ulug'bek Rahmatullayev onasining birgina xohishi bilan unga alohida hovli qurib bergani, viloyatdagi to'ylarda qanday ko'rinishda borishi, san'atdagi do'sti kimligi hamda madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov bilan qiziq voqea bo'lgani haqida so'zlab berdi. Tarbiyam bunga yo'l qo'ymaydi. Ulug'bek Rahmatullayev nima sababdan o'z nomini ijtimoiy tarmoqlardagi PR-larga, turli maqsadlarda foydalanayotgan trendlarga aralashtirmaydi? Internetda urushib birga bir javob qaytarib, hatto bu ishlarga oilasini aralashtirib yuborayotganlar bo'lishsa, bu narsa umuman kerak emas. Avvalo men birov haqida gapirishimdan oldin faqat o'zimni emas, balki ota-onam, oilam, akam, opam, qarindoshlarimni o'ylayman. Bundan tashqari men haqimda yaxshi fikrda bo'lgan ilm ahlidan yaqinlarim bor. Internetda chiqib so'kinish moda bo'lyapti. To'g'ri, jahlda bo'lishi mumkin, lekin efirda, omma oldida emas. Shu odamlar ota-onasi farzandlarining oldida so'kinib gapira olsa, men qoyil qolaman, deydi xonanda. Ulug'bek Rahmatullayev ijrochimi yoki ijodkor? Ijrochi menimcha tayyor mahsulotni olib, oxirida studiya kuylab beradigan odam deb o'ylayman. Ijodkor esa o'zi yaratadi. Men ham shunday bo'lsam kerak. Qo'shiqlarimning ustida juda uzoq o'ylab yuborishim, analiz qilishim ba'zida o'zimni ham charchatib yuboradi, ammo bu hech qachon menga pand bermagan. Men nafaqat san'atda, balki boshqa sohalarda ham ijodkorman. Qurilish dizayn borasida ham ijod qilaman. Biznesim bor. O'simliklar orasiga kirib qolsam ham shunday. Ularni parvarishlab, chiroyli o'stiraman, deydi xonanda. Topishdan ko'ra yo'qotadigan yoshdaman. Mening eng kichik farzandim hozir 3 yosh. Nimalarnidir o'rgansa zavqlanaman. Kundan kunga bolalarimning o'rganayotganlaridan xursand bo'lsam-da, ota-onamning qariyotganidan qalbimni og'ritadi. Men hozir topishdan ko'ra yo'qotadigan davrga yaqinlashyapman. Qachonlardir mening nazdimda kimdir o'lib qolishi juda ham kamdan kam bo'ladigan voqea edi. Hozir esa deyarli har kuni eshitamiz. Onam uyda bizga tez-tez "Men sizlardan roziman" deb takrorlaydi. Bir tarafdan ko'nglim xotirjam bo'ladi. Bilib bilmay ranjitib qo'ygan bo'lsam ham roziligini bildiryapti deb maqtanish emas, bir odatim bor. To'ylardan topadigan pulimga ularni sherik qilib qo'yganman. Esimda, topgan eng birinchi pulimdan ularga kabob pishirib berganman. U payt maktab o'quvchisi edim, deydi xonanda. Yaxshiligini ommaga olib chiqsa ko'z tegyapti. Ulug'bek Rahmatullayev otasiga avtomobil sovg'a qilsa ham dadajonimga deb yozdirib, uni ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rsatmasligining sababi haqida to'xtaldi. Ota-onasiga, do'stiga, yaqiniga yaxshilik qilib, uni suratga olib, tarmoqlarga joylanishiga qarshiman. Bu aql o'rgatish yo boshqa narsa emas. Ko'z tegishi haqiqatdan ham bor gap. Tavba deyman, u men tanigan odamlarning orasida shunday qilganlarning ko'p o'tmay yo otasi yo onasi vafot etib qoldi. Dadamga nima yangi narsa chiqsa olib beramiz. Ularning xohishi bo'ladi doim, lekin nega uni hammaga ko'rsatishim kerak? Ko'chada hamma ham shunday qilolmasligini bilaman-ku. Kimningdir ko'ngli og'rishi mumkin. Ichi qora, ko'zi qattiq odamlar bo'lishi mumkin, deydi Ulug'bek Rahmatullayev. Onamning oldidagi aybimni hovli qurib berib yurganman. Ulug'bek Rahmatullayev ota-onasiga o'ziga olgan eng qimmat narsalardan-da qimmatroq sovg'a bera olganmi degan savoliga shunday javob berdi.
Bir kuni haddimni bilmay qolib, onamni ranjitib qo'ydim. Shunda ko'nglim doimgidan ko'ra ko'proq g'ash bo'ldi, lekin ular baribir mendan xafa bo'lmadi. Ona-ku axir. Nima qilishni bilmay o'tirganimda, o'g'lim shunday uylar qurding, hammasi zo'r, lekin yoshim o'tayotgani sayin tinchlik, xotirjamlik xohlab qolyapman dedi. Shunda boshqa manzildan o'zlariga alohida uy qurib berdim. Ular istagandek bog'-rog'lari bor, yashillikka to'la xotirjam uy bo'ldi. Qushlar, hatto toshbaqalar ham bor. U onamning shaxsiy uylari, deydi Ulug'bek Rahmatullayev. Safarda Imom Buxoriyning yurtidan ekanimni aytganimda, Ulug'bek Rahmatullayev ijodiy safar chet el gastrollarda ko'p bo'ladi. U taksi haydovchisi bilan bog'liq o'zini ta'sirlantirgan voqeani so'zlab berdi. Bir guruh ijodkorlar bilan Malayziyaga bordik. Namoz vaqti bo'lib qolganda taksida edik. Haydovchi namoz o'qib olaman, maylimi dedi. Keyin qayerdanligimizni so'radi. U paytlar hali O'zbekiston desa hamma ham birdan taniyvermas edi. Qanday tanishtirishni bilmadim-da, musulmonligini bilib, Imom al-Buxoriyning yurtidanman desam, haligi odam yig'lab yubordi. U zot haqida, yurtimiz haqida gapirib berishimizni so'radi. Bilganimizcha so'zlab berdik. Bilasizmi, mening orzuyim nima? Haj safariga borishdan avval Imom al-Buxoriyni ziyorat qilib keyin borish dedi. Bu voqeaga ham 10 yildan oshdi. Uning gaplaridan keyin g'alati bo'lib qoldim. Shu yerda yashab turib, shunday insonlarning ziyoratiga borib turmasligimiz haqida o'ylab qoldim. Undan keyin arab davlatlariga borganimda qayerdansiz desa, allomamizning nomini aytadigan bo'ldim. Eshitib ular ham xursand bo'lib ketishadi, deydi Ulug'bek Rahmatullayev. Viloyatdagi to'ylarga garderobimdagi eng qimmat kostyumlarimni kiyaman. Xonanda ba'zi hamkasblarning sahna madaniyatiga, muxlislarga nisbatan hurmatsizlik qilishi borasida fikrlarini bo'lishdi. Sahnaga eng chiroyli, eng qimmat kiyimlarni kiyish kerak. Men viloyatlardagi xizmatlarga eng qimmat kiyimlarimni kiyib borishga harakat qilaman. Ko'z oldimda bo'lgan voqea, viloyatda men borgan to'yga boshqa san'atkorni ham aytishgan ekan. U sahnabob bo'lmagan kiyimda kelibdi. Shuncha pul deding, berdim. Xonandaning to'yimga nega bu ahvolda kelding? Mehmonlarimning oldida uyaldim deb to'y egasiga, tashkilotchini urishdi. Qimmat bo'lmasa ham sahnabob, chiroyli kiyimlar bor-ku. Futbolka bilan jinsi kiyish bo'lmaydi-da. $100,000 mashina minib, 3 qavatli hovlilar qurishyapti-ku. O'ziga zo'rini tanlab muxlisga kelganda oddiysini o'tkazib yuborishi kerakmas. U xiyonat bo'ladi, deydi san'atkor. Ulug'bek Rahmatullayevning san'atda do'sti bormi? San'atdan do'st qidirmaganman va qidirmayman ham. Sirlashadigan inson sifatida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdurashid Yo'ldoshevning ayta olaman. Men ham, ular ham uyimizdagi gap so'zlarni, sirlarni bir-birimizga ishonib ayta olamiz. Unga aytgan sirlarimni shu paytgacha boshqalardan eshitmaganman, lekin boshqa odamlarga aytganimdan tarqab yuborishgan, deydi xonanda. Madaniyat vaziri Ozodbek akam bilan davlat ishiga o'tganimdan buyon kam ko'rishyapmiz. Avval ko'p mavzularda maslahatlashib turardik. Kamtarin, yaxshi suhbatdosh, qoyil qolgan joyim bir to'yga birga borib qolganmiz. Mehmonlar menga qo'shiq aytganimda ko'p pul qistirishgani, u qo'limga sig'may qolgan. Pulning yarmi qo'limdan sochilib ketgan. Shunda Ozod akam kelib, egilib, sahnadagi pullarni yig'ib menga berib ketgan. Bo'lmasa, u payt ham xalq artisti edi. O'shanda muzlab qolganman. Bu ishni riyo uchun, birovga yaxshi ko'rinish uchun ham qilib bo'lmaydi. Ozodbek akam konsertlar bergan vaqtlari men bilan kiyinish, stil, kostyumlar borasida ko'p maslahatlashar edi. Hozir shunday emas, maslahat beradigan odamlari ko'p, deydi tabassum bilan.